To'xtang! Tilpangiz qolib ketdi. Tilpangiz qolib ketdi. Chiroyli dedingiz-a? Shunaqa chiroylimanmi rostdan? Juda ham chiroyli shaning, bilmaysiz. Bir to'xtajon, opajon bir tilpon qilyapti-da, bitta tilpon gaplashib ko'ring. Shurda turib. Ha, sher bo'la. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Hozir. Alo. Anavi G'onishir, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlar yaxshimi? Ha? Kim o'ldi? Nimaga o'ladi? Tiytangmisan? Nimaga o'ladi u hozir? Shuncha qilgan mehnatimiz nima bo'lyapti endi senga? Rostdan o'lib qoldimi? Ya, endi nima bo'ladi? Voy. Nahotki o'lib qoldi. Tut. Tilpanzor tuch qol, tilpanzor qilindi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi o'zi? Tushuntirib gapiring. Nima bo'ldi? Kim o'libdi? O'ldi, tushunasizmi? O'ldi. Kim o'ldi? Buni odamda nima bo'ldi? Tinchlikmi? Uni to'xtatdim. Xabar qilaysiz o'z mashinalarini. Qarang. Hozir. Qoyim. O'ldim. Shatatni bitta ochib bering, hozir men davlnam oshyapti-da, shatat suvlar juda dashqat. Qoyim, o'ldimi? Ishonch hosil qildingmi sen? Tekshirib ko'rdingmi? Aniq o'lib qoldimi? Yo, unday bo'lishi mumkin emas-ku. Nimaga o'ladi u? Nimaga? Xo'p. Men o'chonmadim. Tirnog'im sinib ketadi-da. Odamlar yaxshilik qiladi-da, men davlnam oshib ketyapti-da. Opa, siz yaxshilik kim o'ldi? Shuni ayting menga. O'zingiz nima qilaman? Bitta nomga duo qilib qo'ying. Ha? Duo qilib qo'ying, o'libdi-da. Amin. Joylar. Ya, kulmangda, serozli odam o'ldi. Odam o'ldi? Siz meni joyi jannatda bo'lsin, o'tgan ishlari joyi jannatda bo'lsin. To'xtang, men yerda suv bor. Ya, meni hozir tinchlantiradigan bitta mana shu shatot suvlardi, boshqa siz tinchlantir olmaydi. Qarang, yaqtaygina o'tirib turibdi. Bitta duo qiling. Joyi jannatdan bo'lsin. Hammasi mana qon to'kilgan qonlarga rozi bo'lingizlar. Panjaka, G'ofir aka, Ildar aka, Suxi, Meji, Chori, hammang to'kilgan. To'xtang, siz nima qilyapsiz o'zi? Ya, nima qilyapsiz? Men tushunmayapman. Aysam hech kimga aytmaysizmi kim o'lganini hozir? Rostdan odam o'ldimi? Nima? Yo'q, odam. Tushunmayapsiz-ku? Tushunmayapsiz, odam o'lgani yo'q. U Aysam hozir juda qayg'uli-da, men unicha ayta olmayman. Mana 8 yil. Kim o'ldi ayting? Aysam hech kimga aytmaysizmi? Yo'q. Egamberdining go'rkasi o'lib qolibdi. Egamberdining go'rkasi o'lib qolibdi. Siz borib boshdan qalasizlar, qarang. Qirqa borishingiz kerak, o'zingiz ketaverasizmi? Ketaversam bo'ladi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nimalar qilyapsiz? Suv berayapsam, shatot suv deysizmi? Bir nimalar deysizmi? Sizga go'rka o'ldi deyapman. Ha. Rosa o'zingiz shunaqa tutibsiz, men tushunmay qolaman-da. U buning uchun juda qodirli-da, tushunasizmi? Biz ham Makkayimizda jigan u juda qodirli go'rka. Hozir boramiz. Bitta duo qilib. Joy jannatdan bo'lsin. Jigan danlanga rozi bo'l, tug'gan mayklanga rozi bo'l Go'rkajon. Seni har doim eslayman. Go'rko nima deyapsiz? Go'rko nima tug'adi? Go'rko emas, go'rka, tovuqning kattasi. Go'rkani bilasizmi? Qaraysiz Go'rko meni endi ham asab qildirasiz hozir Go'rko. Siz qarang, siz uchun u bilmayman, lekin men uchun juda qodirli-da, shuni tushunasiz. Sizni tushundim. Amin. Ya siz to'xtang, sizni tushundim. Amin, joyi jannatda, bitta amin qilib jarak mayli. Joyi jannatda bo'lsin, o'tganlar xatirli. Bayqat. Sen yaxshi bo'l ekansiz. Men mehmon keldim, Toshkentga o'zi. Hozir sizga boy pul berdim, bilasizmi? Shuni taksiga chiqib yetib oling. Xolis siz Yandex urib beraman. Otingiz kim? Yulduz ismi. Yulduz? Sizni birov olmaganmi, olmaganmi? Yo'q, aldamagan, aldashga qo'ymayman. Agar men siz meni aldayapsiz. Men sizni olmaganim yo'q, bu prank edi. Mana men bu yerda kamera bor. Mana bu tomondan. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying kameralarga.
narsa qilish kerakmi? Qarang, вообще o'zingizdan bilib Shu yo bu shunday qo'l ko'tarib qo'ying. Shatat ichasizmi? Shatat. To'xtang! Tilpangiz qolib ketdi. Tilpangiz qolib ketdi.